Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi videoda Telegram Premium sotib olish, ya'ni o'zingizda sotib olishinglarni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson bo'ladi va arzon bo'ladi. Buning uchun sizlarga Visa karta kerak bo'ladi. Короче, Telegramda mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi akkauntga Telegram Premium olinmagan. Davay endi Telegram Premium olish uchun Google ga Telegram web deb o'zining original saytiga kirib olamiz. Va bu yerga nomerimizdan kirgizishimiz kerak bo'ladi. Kirgizib bo'lganimizdan keyin bizga Telegramga kod boradi. O'sha kodni yozishimiz kerak. Mana ko'rishingiz mumkin, Telegramga kod yuborildi. Endi biz Telegramga kelgan kodni kirgizishimiz kerak bo'ladi. Mana endi ikkinchi bosqichli parol qo'yganman men. O'shani kirgizishimiz kerak. Endi maxfiylikni saqlab qolish uchun sizlardan berkitib endi aytadi-yu, ichingizda hacker bo'lsa, men akkauntimga kirib olmasligi uchun men endi o'sha narsani yozdim. Mana ko'rishingiz mumkin, Telegramga kirib oldim saytidan. Keyin biz 3 ta tochkani bosib turib, more degan bosib turib, mana bu yerda versiya deganini K versiyaga o'tkazib qo'yamiz. Bu degani kompyuterning versiya degani. Mana ko'rishingiz mumkin, K versiyaga o'tdi. Endi biza bemalol Telegram Premium olsak bo'ladi. A versiyada tursa Telegram Premium olmaydi. Qidiruvga Telegram Premiumni saytini botini topib olamiz. Buning uchun Premium bot deb yozsak, o'zini galchka bilan original boti chiqib keladi. Mana 8 million odam ishlatyapti ekan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Start bosadigan bo'lsak, 1 oylik premium narxi chiqib keladi. 35.990 so'm. Bu 36.000 so'm bo'ladi. 36.000 so'm to'lash uchun kartadan kirgizasizlar. Faqat Visa karta to'g'ri keladi. Boshqa kartalar to'g'ri kelmaydi. Visa и Mastercard to'g'ri keladi. Keyin bu yerga dalnidan kirgizib olamiz. Pastki ptichkani bosib qo'yamiz. Uni bosishlar unchalik ham shart emas, просто kartani saqlanib qo'yish uchun. Keyin bu yerdan pastki ptichkani ham bosib qo'yamiz. Keyin shunaqa загрузка qilib turadi va pul yetishni boshlaydi. Короче, Visa kartam hozir SMS kod kelishi kerak. Hozir загрузка qilyapti. Endi hozir SMS kod yuboradi. Mana SMS kod yuborildi. Endi biz SMS kodni kirgizamiz. Mana SMS kodni kirgizamiz hozir. 392.052 tak kirgizib bo'ldi. Endi tasdiqlanishini kutamiz. Mana загрузка qilyapti. Endi pul yechib olyapti bizdan. Mana уже pulni yechib bo'ldi. Mana tepada ham SMS kod kelyapti. Endi bu pulni yechib olganini sizlarga aytayapti-da, kartalardan shuncha pul yechib olindi deb. 35.000 so'm yechib olinganmanda, 36.000 so'm yechib olinganmanda. Endi sizlarga Telegram Premium olinganini ko'rsatib beradigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkin, chap tarafda tepada yulduzcha o'zi Telegram Premiumni galchkasi turibdi. Buni o'zingizlar xohlagan narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Xohlagan stikkerlarni saqlanib turib qo'ysanglar bo'ladi. Mana Telegramdan ham kelgan. Bu hisobimizga kirganimizda saytdan keyin tepada ham ko'rsatib turibdi. Chromedan siz Telegramga kirdingiz deb. Endi mana ko'rishingiz mumkin, Telegram Premium olingan. Telegram Premium olish qiyin emas, lekin kimdadir Visa karta bo'lmasligi mumkin. Shu narsalarni o'ylagan holda biza Telegram Premiumni olib berish xizmatini yo'lga qo'ydik. Bemalol menga yozsanglar, o'zim chiroyli arzon narxda Telegram Premium olib beraman sizlarga jigarlarim.